Azizlar, bugun bir quvonchli kun. Sababi ushbu oldimizda turgan texnikani qirg'izistonlik bir akamiz, Bozorqo'rg'on rayonidan Donyorbek akamiz o'zlarini o'g'illari Abdulloh akaga sovg'a tariqasida olibdilar. 2017-yil 11 soat ishlagan ushbu texnika, ikkita kovush, 360 adapteri, qisqichlari ham mavjud. Juda ham ideal sostoyanida ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatda turibdi. Inshaalloh bugun 14-mart sanasi bo'yicha ushbu quvonchli kunga biz ham sherik bo'ldik. Arti Holdings bemalol azizlar, shunaqangi sovg'alarni jo'natmoqchi bo'lsanglar, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilik kunlarga haydang Abdulloh aka. Salomat bo'ling. 14-mart sanasi bo'yicha yana 5 ta texnikalarimiz jo'nab ketishga tayyor. Hammasi Qirg'izistonga jo'nab ketyapti. Ikkitasi Qirg'iziston O'shga, 3tasi esa Qirg'iziston Bishkek shaharlariga yo'l olyapti. Bularni bir tanishtirib o'taman. Hop, 2019-yil ushbu mini, burasi esa 2022-yil oldinda sotuvga ham qo'ygandik. Buni bir klientimiz shu qirg'izistonlik doimiy mijozimiz oldi. 2022-yil 6000 notachasi bilan 3 ta yangi kovush ko'rib turibsizlar. Hammasini svarka qilib shu yerga qilib qo'yilgan. Hop, holatlar juda ham idealdi. Normal holatda. Hop, endi bunisi esa 2017-yil buni logistikasini amalga oshirib beryapmiz. Bu yoq 2018-yil buni ham logistikasini qilib beryapmiz. Qirg'iziston O'shga bu. Bunisi esa Qirg'iziston Bishkekka yo'l olyapmiz. Shuna qilib bog'lar ham qo'yilgan. Troslarga ham bog'ladik. Oxirroqlarini va bu yoqda svarka ham qilingan texnikalarimiz mavjud. Azizlar, doimiy aytib o'tadigan gaplarimiz, Arti Holdings doim mijozlarga eng yaxshisini ulashadi. Sizga ham shunaqangi texnikalar kerak bo'lsa, bemalol bizga Arti Holdingsga aloqaga chiqishingiz mumkin. Shu kabi yangi va ishlatilgan texnikalarni dunyoning istalgan chekkasiga yetkazib beramiz.